hamma joyda odam fidoyi bo'lish kerak ekanda. Hamma joyda Gulbahor opam maqomni to'g'risida yoshlarga targ'ib qilishda, maqomni kuylash kerak, yaxshi ko'rish kerak degan ma'nodagi juda ko'p fikrlarni bildirib yuradilar hozirgi kungacha. Eng birinchi faxr men uchun mana shu insonni nomidagi ansamblda ishlash. Hali bir davralarga borib qolsangiz, orden medallardan boshlab unvonni boshlasam, men har doim aytaman, iltimos hech narsani aytmasang ham shu Yunus Rajabiyni aytgin deyman, nomini. Unvonlar albatta qilingan mehnatga beriladi. U ham bir yaxshi narsa, lekin mana shu ansambldan nom chiqarib, o'zingni xalq orasida nomingni topgandan keyin bu inson senga o'sha mana bu yerda ko'rgan isroillikalarim ko'rishganda biz mumkin bolaligimizda radioga kelib yurardik, hali pioner tonga bir ko'rgandirmiz, lekin nima qila olmayman. Lekin men o'ylaymanki, bir qanaqadir to'qnash kelganmiz, chunki u radioni koridorlari bitta-ku, salom berib o'tgan bo'lishimiz mumkin-da. Demoqchimanki, mana shu ansamblda ishlaganimdan juda ham baxtliman. Mana shu maqomlarimizni ijro etganimizda saraxborlar ayniqsa aytilsa, bir xil paytda bir marta aytilsa bo'ldida avjlari baland qiynaldik deyishsa, shu yana qayta aytsa yana aytkim kelaveradigan shunaqa menda bu shunaqa odat bo'lishi mumkin. Mana shu juda yoshligimdan mana shu 16 yoshim, 15-16 yoshimdan shunga mehr qo'ygan bo'lsam, shu qayerda maqom o'rgatilsa borardim. Shu qorli paytda qalin yog'ardi-da. Soat 6 da bo'lsa, 9 gacha repetitsiya bo'lsa, 9 dan keyin sekin chiqish kerak. Hasan akam, Shokirjon akam, Xudo rahmat qilsin, eshonda dirdik. Nemajon akam, mani ustozim. Shu sekin yurib Astanovkaga chiqib kelardik. U payt endi haligi hozirgidek Yandexlar yo'q, lekin shu Shokirjon Ergashev bizani shu shahargacha olib kelib qo'yardilar har doim. Nemajon akam Alayski atrofida turardilar, ular ketardilar, meni kuzatib qo'yishardi, hamma nima bo'ldi. Mana Hasan akam kelardilar. Sebzorgacha ham shu esimda borda, har bir haftada 2 marta bo'lsa, har safar shu davom etardi. Ana shu yerda o'tirib saraxbor navolarni, shu maqomdagi o'sha dugohlarni o'rganganmiz. Nemajon akam bilan saraxbor navoni birga aytganmiz, Hasan akam o'rgatganlar. Men demoqchimanki, shu paytdan dilimda shu maqomga mehr bo'lgan va shu oxiri ansamblga yetaklab keldi. Mana hozirgi kungacha shu ansamblda ishlayman. Bu ansamblda ishlaganimdan juda faxrlanaman. Qancha ustozlarni ko'rdik. Hammalari ularni gapiraversang gap ko'p. Ayniqsa mana hozirgi kundagi maqomga e'tibor, maqom haqida juda gaplar ko'p hozir. Lekin baribir o'sha oldingidagi yozgan ansambullarimiz, o'sha zapis, o'sha daraja, o'sha salobatlarni sog'inamiz. Bir kelib qoladi. Ana shuni ushlab olsak maza qilamiz. Lekin mana yaqinda agar bilsanglar, mana maqom festivallarining 3-festivali Namanganda bo'lganda odam juda faxrlandi. Masalan, prezidentimiz maqomga nisbatan juda mehrlari balandi. Men o'ylaymanki, shu maqomni ayniqsa shu maqom yo'nalishi degan ma'noda tushunadilar. Bir xil endi maqomni o'rin deb ham tushunadi-ku. Shunaqa faxrlanib gapiradi. Mana maqom ansambliga biz Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansambliga davlat ansambli maqomini berildik deganda siz tasavvur qiling, o'sha paytda siz qanaqa holatga tushasiz. Ana shunday shunaqa zabardast ansamblda ishlash hozirgi kunda mana shogirdlar bor, ansamblimizdagilar mumkin hali yosh, hali buni uncha tushunishmas. Lekin ana shu ansambl mana shu insonni shuna kirganingizda suratlari bilan bog'lanadi. O'sha yoshligimda odatim bor, shu xonaga kirsam, haligi odatim bor, salomlayimda portretlarga qarab assalomu alaykum deb kirib, Shokirjon Ergashev shu o'rgatganlar bizga, eshonda dirdik. Shu odat bor. Bolalarimiz ham bilishadi. Shunda eshikdan kirsam, qator ustozlarimizni devorda rasm bor, orqaga qarab albatta ularga qo'limda bir ko'ksimga qo'yib salom berib kiraman. Chunki hammalarini ko'rganman. Shuning uchun bugungi Yunus Rajabiyga bag'ishlangan bu davra menga ham nasib qilgandan xursandman. Yunus Rajabiyni bu ijodlari, bu ansambl Xudo xolasa millat bor ekan, bu shashmaqom davom etaveradi. Faqat shuni o'zini holatida, o'zini salobatida hech qat'iy tegmasdan aytsak, men yana ham o'zimni baxtli hisoblayman. Hammanglar sog' bo'linglar. Ustozimizni, Yunus dodamizni joylari jannatda bo'lsin.